27, 29 da turgan ekan. Xonimlar va janoblar, ko'pchilik menga Ayrontepaga kelishimni so'ragandi va men keldim. Endi hozir ko'ramiz, bu yerda o'yin qilamiz. Bot, mana Ayrontepa kommentariyada aktiv bo'lgani uchun men keldim. Endi sizlar ham agar aktiv bo'lsanglar, kommentariyada qayerga borishim kerakligini yozsanglar, o'sha yerga boraman. Bukabek obuna bosgan ekanlarmi, yo'qmikan? Qayerlisiz? Namangandanmisiz? Gap yo'q. Agar hozir obuna bosgan bo'lsa borki, prosta respekt. Bo'la qoh. Oradan bir kun o'tdi. A few moments later. Ya, aka, obuna bosmagan ekansiz. Mayli. Hozir bu yerga endi kelganim uchun obuna bosamiz, faqat 100 dollarni qo'ymagan holda, lekin mana 200 mingtalik bor bu yerda. O'yin qonun qoidasini tushuntiraman. 1 dan 41 gacha son aytasiz. Aytgan kupyura sizniki. 1 dan 41 gacha. 1 12 13 26 27 aka, joli hisobisi. Gap yo'q. Mana obuna bosilgan. 1 dan 41 gacha. 27. 1 2 1 12 13 25 26 27 29 da turgan ekan. 29 da turgan ekan. Bu esa 25 sizga. Sizlar ham obuna bosinglar, yesicho kelaman yana qaytadan. Yaxshi, hozir obuna bosdingizmi? Qarang. Ot mana obuna bosganliklari uchun hozir ular bilan o'yin qilamiz. O'ylab turing, men yashiraman. Sizlar ham obuna bossanglar, albatta 100 dollar yutish imkoniyatlaring yetarlicha. Xo'p, o'zi 100 dollar yutgan odam bormi desanglar, mana akkauntimga kirsanglar, nechta 100 dollar berib o'rganman. O'zlaring ko'rib chiqasizlar. 1 dan 40 gacha. 1 2 12 13 ta 100 dollar. 14 20 21 da ekan, 200 22 23. Mana Ayrontepada o'yin qildik. Yana kelaman Ayrontepaga. Xullas, mana shu videoga like bosing va obuna bosib qo'ying, чтобы men sizni ko'rganimda o'yin qilishim uchun va umuman olganda mana shu 100 dollar bittasini yutib olishingiz uchun. Va undan tashqari bu videoni do'stingizga jo'natib qo'ying. Kommentariyada qaysi lokatsiya, ya'ni umuman olganda qayer bo'lishidan qat'iy nazar yozsanglar, men eng ko'p aktiv yozilgan joyga boraman.